Akamiz asabda keldilar oldimizga. Aka bitta joyda programma yozdirdim. Ko'nglimdagidek bo'lmadi. Mashinangizni o'zida qatlardir ayb bor deb boshqa ishlarni etib tashlashdi deb keldilar. Hozir biz chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Asosiy bo'layotgan muammo motor plus korobkasiga programma qilib, oxirida gazli gurovkalarni qilib beramiz sirazi. Akamizdan o'zlaridan eshitamiz, qanaqa o'zgarganligini oxirigacha ko'rib ishlarni bitirib beramiz. Hop, jentramiz bo'ldi. Motor korobka plus gazli gurovkalari. Aka, yurib qo'yingchi. Yurishlari, razborlarini to'liq tekshirib beramiz. Qanaqa bo'ldi aka yurish? Gazda yurishi, o'sha gaz yurgani bilinmayapti. Rosti gazmi, o'sha benzin yurganda чувство beryapti. Shu yurishi ham o'zini tetikligi ham. Agar masalan seto'g'ri tagida qo'zg'alib, sekin qo'zg'aladigan bo'lsa, uni ham sekin ko'rsatamiz hozir. Skorostdan skorostga olishi ham tez. O'zinigida cho'zyapti-da. O'zinigida rostiga ham cho'zyapti-da, spokойно qo'zg'alsangiz ham. Mana hozir endi planni qo'zg'alib ko'ramiz. Kimi оборот? Kimi? Skorost urishi ham yaxshi. Tepmayapti, chotki. Bo'ldi, yoqqan bo'lsa xursandmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz, telefonga kelaverasizlar. Jonim sog'olsin.